Бүгін дайдыған ең бір нәрсе, якында Американеки Virginia штаты тұрдыған достымыз доктор Гүлназ Абдықадырынікі бір кітабы шықты, әңгілізше. Менікі немені wallet дегенне ұйыршын ісім var. Pul сақлайдыған нәрсін дейдәді. Қызық. Қатты қалам кәмем атады азыр. Портуалым. Pul сақлайдыған сомкамны кемі татып алды деген кітаптың ісімі. Портмалым. Менің портмалымны кем татып алды деген кітап. Bu kitapta Gülnaz Hanım chet ellarga chiqib chet elda yashashni boshlagan Uyg'urlarni personnaz qilib turib, shularning ahvolini shu orqali nurg'un iqtisodiy qonuniyatlarni tushuntirdi. Odatda iqtisod jihatiga kitoblarni o'qisanglar, xuddi dars kitobdek biroz qiziqarli emas. Uni darsxonada o'rgansa bo'ladi, ammo o'zi o'qishga qiziqarli emas. Gülnaz Hanım bu kitobda shu 4 Uyg'urniki hikoyasini ep turib, shu orqali shu chet elga yangi chiqqan kishilar uchun nihoyatda zarur bo'lgan bir qism bilimlarni tushuntirgan. Masalan, pulni planlash, undan keyin kredit, chet elda kredit degan aspekt muhim. Pulni hisob qilish, pulni mablag' solish, undan keyin qarzlarni muvofiq boshqarish, nimani tavakkulchilik, bexatarlikniki risk management degan bir narsa bor. Xatarlarni to'g'ri boshqarish degandek narsa endi. Undan keyin uzun muddatlik boylik to'plash. Mana shu ishlarni 4 odamniki hikoyasi orqali tushundigan maktabda. Endi kitob inglizcha bizning oramizda hozir ingliz kitoblarni tezlam uyg'urchaga tarjima qilib PDF qilib chiqarayotgan ukalar bor. Şular tercih qilsanglar, keyin PDF bo'yicha tarqatib bersak bo'ladi. Agar xohlasanglar, men Gülnaz xonim bilan kurashtirib qo'yay. Nashriyat huquqini eptib qilsanglar, uni to'rbatlarga qo'yib bo'ladi. Mushta qilsanglar. Shu maktabni ingliz bildigan o'qib beqinglar. Andan keyin inglizcha bildigan inglizcha tillik do'stlarga so'gat qilsanglar bo'ladi. Hozir Amazonda bor bu kitob. Andan keyin Gülnaz xonimga muborak bo'lsin.